Turib oldim. Bugun meni maktabdagi birinchi kunim edi, adashmasam. Maktabga borishim kerak, yangi maktab, yana yangi problemalar. Salom do'stlar. Minecraft Zona Uz. Meni Zona deb chaqirsanglar ham bo'ladi. Maktab seriali, yangi maktabga keldim. Avvalgi maktabimda hamma meni haqorat qilardi. Zeriniyam pastligi uchun menimcha. Mana ko'zoynak taqib olganman o'zim ham. To'rko'z deb chaqirishardi. To'rko'z. Men esa bu haqoratlarga chida olmasdan yangi qishloq va yangi maktabga ko'chib keldim. Shahardan qishloqqa keldim. Bugun men birinchi kunim. Nimaga suvlarga to'lib ketdi desanglar, bu suv emas. Bu dorilar ko'zimdagi ichsam zereniyamni yana yaxshi qilib qo'yadi degan dorilar. Daftar ruchkalarni olamiz. Bitta ruchka bo'ladi. Shuncha daftar, dorini olamiz. Yeyishga bitta tarvuz olaveramiz, bolalar. Ketdik maktabga. Yangi qishlog'im ham yaxshi edi. Golem meni fermamga kiribdi. Mayli. Maktab ona tomonda ekan. Kecha so'radim, maktab o'sha tomondaligini. Mana maktab. Kecha dokumentlarimni maktabga berib keldim. Qorovul. Siz qorovulmisiz? Ha, men qorovulman. Senga nima? Yo, men maktabga yangi keldim-da. Xo'p, tezroq kir. Kechikib o'tiribsan o'zi. Qaysi sinfda o'qishimni bilmaysizmi? Sen kecha dokumentingni olib keldingmi? Ha, men kecha dokumentimni olib keldim. Sen A sinfda o'qiysan. Tushundim. Qorovul aytdi meni A sinfda o'qishimni, baribir direktordan so'raymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sen kim bo'lding? Men yangi keldim mana shu maktabga. Siz kimsiz? Men oshpazman. Oshpaz. Direktor xonasi qayerdaligini ko'rsata olmaysizmi? Yoningdagi xona direktorning xonasi. Tushunarli. Mana o'sha shekilli. Direktor xonasi ekan. Assalomu alaykum. Kimlarni ko'ryapman? Nimaga kechikib kelding? Bilmadim, men yangiman. Tushunarli. Sen kecha dokumentingni topshirib ketmaganmiding? Ha, topshirib ketgandim. Unda sen A sinfga kirishing kerak. A sinfga kir. Tushunarli. Hop, Tezlash. Oy. Qochib turish yeting. Qochaman. Urmasang-chi. Hop, eshikni ochib yuboray. Qo'y. Nima deysan? Bu maktabda bitta bezori bola bor. Ismi Tomas. Tomas? Menga vobshe farqi yo'q. U bilan hazillashma. Nimaga? Uning dadasi mana shu qishloqda meri bo'ladi. Tushundim. Hop, nima qilay? Uni kuchi rosa ham ko'p. Hop dedim-ku. Mana senga. Urolmasang-chi. Hop, urolmayman. A sinf, B sinf ekan. Ko'ramiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Nimaga kechikib kelyapsan? Men yangiman. Tushunarli. Unda yoningdagi partaga o'tir. Ikkinchi qator boshku. Yoningdagiga o'tir dedim. Okey. Maktab unchaga ham yaxshi emas o'xshaydi. Hoy, isming nima? Ismim Mike. Sen yangi ko'chib kelgan bola emasmisan? Ha, men yangi ko'chib kelgan bolaman. Qayerda yashaysan? Menmi? Men Kuznetsada yashayman. Kuznetsada? Kuznetsada yashayman. Eshitishimcha, bu yerda bitta bezori Tomas bola bor ekan. Tomas degan bola bor ekan.
Ha, u maktabimizda birinchi shef. Birinchi qarolmi? Da, u judayam bizni uradi. Ustozlarga aytsak, baribir ham aytsak ham dadasi merda. Dadasi bu qishloqda merimi? Ha, bu qishloqda meri bo'ladi dadasi. Ustozlarga aytsak, dadasi baribir ham ustozlar bilan gaplashaveradi. Ha, tushunarli. Hey, oldinga qarab o'tir. Okey, gaplashmaymiz. Yozamiz. Yozlaring. Yozyapman. Tez yoz. Okey, kitobni olamiz. Yozamiz. Dorimni ichib olay. Cho'ta hamma yoq. Okey, dorimni ichib oldim. Yozsang-chi gapirolmasdan. Kraft. Zona. Kraft demang, men zonaman. Tushunarli, zona yoz. Okey, yozyapman. Yozamiz. Ketishinglar mumkin. Hop, ustoz, rahmat. Mike, sen ketmaysanmi? Yo'q, men qo'shimcha darsga qolaman. Sen Kuznetsada yasharmiding? Ha, men Kuznetsada yashayman. Men unda uyingga kelaman. Tushundim, kutaman. Tunda. Yaxshi, bo'pti, Mike. Okey, do'stlar ham orttirdim. Ey, jitel. Sen qaysi sinfsan? Men B sinfman. Sen sinfingda kim o'qiydi? Sinfimdan bor yo'g'i 2 kishimiz. Kim? Tomas va men. Tomas deganing kim o'zi? Kiyinish xonasiga kirgan bilib olasan. Kiyinish xonasi qayerda? Orqamdagi. Bu oshxona, bu kiyinish xonasi bo'lsa kerak. Aha, sen kimsan? Men bu maktabda yangiman. Sen kimsan? Tanimaysanmi? Men bu maktabda birinchi qaror bo'laman. Kerak bo'lsa seni ham yo'raman. Okey. Oldimga kelgan laqma. Kim laqma? Mana senga. Ah, yuzim. Yuzim. Yoningda nima bor? Yonimdami? Tez ber hamma narsangni. Yonimda faqatgina kitob, butilka, tarvuz, ruchka, daftar va dorim bor. Tarvuzingni ber tezroq. Meni javonimga sol. Krabzona Uz, John, Albert, Thomas. Mana o sening javoningmi? Ha, meni javonim. Sol. Soldim. Bugundan boshlab menga ishlaysan. Nima desam, aytganimni qilasan. Xo'p, dorimni ichib olay. Surbotdan. Thomas yomon urdi. Ko'zim xiralashib ketyapti. Dorim qani? Mana dorim. Yaxshi bo'ldi. Ay, yuzim. Birinchi kun yomon o'tdi desa ham bo'ladi. Kechqurun Mike yoniga boraman. Aylansam ham bo'ladi hozircha. Yuzim. Mana Mike'ning uyi bo'lsa kerak. Uyimga kiraman. Yuzim. Bolalar yomon mush tushirdi. Yuzimga. Ko'z o'ynagan sinmagan bo'lsa bo'ldi. Sinmagan ekan. Ko'karib qopti yuzim. Endi nima qilaman? Yeyishga oltin olma bor ekan. Oltin olma olay. Yaxshi bo'ldi.
Ozgincha vaqt bo'lsa ham. Ana u mayk qo'yish kerak. Ozgina kompyuter o'ynaymiz. Aytgancha telefonimni olay. Telefonim. Ketdim, Mike meni chaqirgandi. Narli uyiga ham kelgandi. Mikening uyi. Taq. Kirishing mumkin. Zona. Salom Mike. Uying yaxshi. Ajoyib. Tor bo'lsa ham ishlar ekan. Xo'sh, zona keldingmi? Keldim. Stop. Bu nima? Motosikl. Motosikling bormi? Ha, motosiklim bor. Yana jipim ham bor. Jip? Ana u jip senikimi? Da. Men boyman. Dadam biznesmen. Ana do'konni ko'ryapsanmi, ko'k? Ana balandmi? Ha, o'shani dadam qurdirgan. Dadam shaharda yashaydi, men esa qishloqda. Tushunarli. Tarbiyam buzilib ketayotgani uchun qishloqda yasha deyapti. Men ham shaharlik edim. Sen ham shaharlikmiding? Da, eski maktabimda hamma to'rko'z deb masxara qilishardi. Boya maktabda ham ko'ruvdim, ko'zoynagi bilan yurgan edi. To'g'risini aytsam, zreniyam past. Tushunaman. Короче, bor-ku zona, menda bitta fikr bor. Qanaqa fikr? Biz Tomasda adamini berib qo'ysak bo'ladi. Qaytib adamini berib qo'ysak bo'ladi. Keyingi qismda aytaman. Tushunarli bolalar. Xayr bolalar, bu galgi qism tugadi. Keyingi qismda Mike Tomasni qanday adabini berishda aytar ekan. Shundaymi, Mike? Ha, shunday. Tushunarli, men dorimni ichmasam bo'lmaydi. Xayr bolalar.